Ularni boshini ko'tarib, agdarilishga qanday o'rgatish kerak? To'g'ri aytganda, hayotning birinchi oylarida bolaga hech narsa o'rgatmasligimiz kerak, u o'zi o'rganadi. Biz unga o'rganish imkoniyatini berishimiz, xavfsiz va qulay muhitni ta'minlashimiz kerak. Yangi ko'nikmaga ega bo'lish yoki yangi harakatni o'rganish uchun bola bel va bo'yin mushaklarini mustahkamlashi yoki, xohlasangiz, ularni kuchaytirishi kerak. Va bizga bunga erishishda yordam beradigan asosiy mashg'ulot bu bolani qorniga yotqizishdir. Shunga ko'ra, chaqaloqning kindik yarasi bitishi bilan biz uni emizishdan oldin bir muddat qorniga yotqizishni boshlashimiz mumkin. To'g'risini aytganda, dastlab bola bu harakatdan xursand bo'lmaydi va ehtimol qornida yotish vaqti bir necha daqiqadan oshmaydi, bolakayning ovozli noroziligi bilan birga. Lekin asta-sekin orqasi mustahkamlanadi, u o'sadi, bolada o'yinchoqlarga va atrof muhitga qiziqish paydo bo'ladi. Shunda qornida yotish vaqti ortib boradi va 4-5 oylik bo'lganida bola deyarli butun hushyor vaqtini qornida yoki ota-onasining qo'lida o'tkazadi. Agar birinchi oyda bolaning qornida yotishi uchun aniq bir me'yor bo'lmasa, 2-3 oyligida esa kun davomida bola kamida yarim soat qornida yotishini, bir necha marta yotqizib turishni maqsad qilamiz. 3 oydan keyin ota-onalarga chaqaloqni erga qochirishni va u erda imkon qadar ko'proq vaqt o'tkazishni tavsiya qilamiz. Er toza yoki sovuq bo'lmasligi mumkinligidan qo'rqmang. Chaqaloqqa yaxshi. Xavotirlanyapsizmi? Gilam qo'ying. Ammo chaqaloqni erga qochirish juda muhim, chunki bu bolaning xavfsizligi va qattiq sirt ustida yotish qobiliyatidir. Oshqozonlarida yotishni mutlaqo istamaydigan chaqaloqlar uchun har xil hiylalar mavjud. Siz chaqaloqni o'zingizga, ya'ni ota-onaga qorin va ko'krakka joylashtirishingiz mumkin. Taxminan shunday. Chaqaloq yuzga qarasin deb. Bu, shuningdek, bir oz emli sirt bo'lib, bolaning og'ir boshini ushlab turishini osonlashtiradi va onaning yoki dadaning yuziga qarash ham qiziqarli bo'ladi. Shuningdek, chaqaloqning qo'llari ostiga rolik qilib o'ralgan sochiq yoki choyshab qo'yish mumkin. Bu ham boshini ushlab turishni osonlashtiradi. Agar bola 3 oylikdan katta bo'lsa va tashqarida ob-havo yaxshi bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri chaqaloq aravachasiga oshqozoniga yotkazib qo'yish mumkin. Odatda ular atrofga qarashni qiziqarli deb bilishadi va bu ham boshlarini ushlab turishni mashq qilishga undaydi. Yana bir muhim ko'nikma bolada hayotining dastlabki 6 oyda shakllanishi kerak bo'lgan, bu qorniga agdarilishdir. Buni amalga oshirish uchun ham yana bel va oyoq mushaklari yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak. Odatda agdarilish yon tomondan oyoqni tashlab va bel mushaklari yordamida o'zini tortish orqali amalga oshiriladi. Ehtimol bu yagona ko'nikmadirki, uni o'rganishda siz biroz yordam bera olasiz. Agar bolangizning oyoq va bel mushaklari yetarlicha mustahkam bo'lsa, u yon boshiga o'girilishni bilsa-yu, lekin hali qorniga agdarilishni tushunmaydi. Bolani o'yinchoq bilan qiziqtirib, uni boshining orqasiga olib borish va bir oyog'ini bukib, o'yinchoq tomon burish mumkin, lekin to'liq agdarilishni amalga oshirmasdan. Harakatning qolgan qismini bola o'zi bajarmoqligi kerak. Shu tarzda siz unga mushaklarni qanday muvofiqlashtirishni ko'rsatasiz va bu agdarilish jarayonida belini mashq qilishga yordam berasiz.